Bu yerda eng zo'r qo'riqchi kim? Albatta Mike. Hech qanday buzg'unchi mendan o'ta olmaydi. Bo'ldi. Bu yerga yaxshilab qarang. Ovqat va shirinliklar bilan kirish mumkin emas. Hammasini musodara qilaman. Menda chipta bor. Ajoyib. Kirishingiz mumkin. To'xtang. O'yinchog'ingizni bering. Uni tekshirishim kerak. Ichida biror narsa bormi? Konfet hidini sezyapman. Hech qanday konfet Mike'dan o'ta olmaydi. Buni musodara qilaman. Yig'lashning hojati yo'q. Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Mana endi yaxshi. Endi o'tishingiz mumkin. Kirsam bo'ladimi? Bir daqiqa kuting. Mana chipta. Kuting. Aylaning. Shubhali. Bu ryukzakni tekshirishim kerak. Qo'lqop. Bokshimisiz? Kechirasiz. Kiravering. Buni bas qiling. Salom qizaloq. Mana mening chiptam. Meni o'tkazib yuboring. Bu o'yinchoqning ichida nima bor? Yo'q, mening Minni Mausim. Bas qiling. Hammasini topaman. Hech narsa yo'q. O'yinchog'im yirtilib ketdi. Kechirasiz jondorim. O'yinchog'ingni tuzatib beraman. Mana endi yaxshi. Hozir ancha zo'r bo'ldi. Nima qildingiz? Mening sevimli o'yinchog'im. Mana biroz Cheetos. Iltimos, kiravering. Katta rahmat. Uni aldab ketdim. Xo'sh, salom. Mana mening chiptam. Kuting, Coca-Cola? Yo'q! Sizni aslo ichkariga kiritmayman. Bu adolatdan emas. Endi kirsam bo'ladimi? Hamma e'tibor menda. Kampir! Sizga kattalarni o'tkazib yuborishni o'rgatishmaganmi? Buvi, yo'q. Yaxshi. Bu kampir nimalarga qodirligini ko'rib qo'ying. Yo'ldan qo'y, yigitcha. Bu qo'riqchiga hujum. Bu juda jirkanch. Mening omadli ichki kiyimim. Men bilan yuring. Iloji boricha ko'proq shirinliklar olaylik. Piroq va kino. Bundan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Qo'shilaman. Men juda xursandman. Chipsni yaxshi ko'raman. Bu yerda juda ko'p mazali narsalar bor. Bu butun kinoga yetadi. Chipsni menga ber, qizaloq. Hamma narsani sochib yubordingiz. Buni tozalang. Miyamga bir fikr keldi. Men bu yerga suvarak do'stlarimni qo'yib yuboraman. Keyin hamma qochib ketadi va men kinoteatrga kira olaman. Zo'r g'oya. Yo'q, qo'riqchi, eshiting. Bu yerda suvaraklar bor. Ular juda katta. Suvaraklar. Bu qanday dahshat. Buni olib keting, olib keting. Kechirasiz, lekin aslida men sizga yordam bera olaman. Shuning uchun hamma xotirjam bo'lsin. Men suvaraklardan xalos bo'lyapman. Menda maxsus dori bor. Bu juda zaharli. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Zo'r. Endi kino ko'rishim mumkin. Bu daho g'oya edi. Albatta, sevimli pishiriqlarim bilan kino ko'raman. Dahshat! Hamma yaxshimi?
Chips yeyotganimni hech kim ko'rmasligi kerak. Haligi, salom. Chiptalaringizni olsam bo'ladimi? Zo'r. Ovqat yoki shirinliklar yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Zo'r. Lekin men hammasini tekshiraman. Sharlaringizni portlataman. Sorry. Oh, juda afsusdaman. Bu noqulay bo'ldi. Salom, mana bizning chiptalarimiz. Biz kino ko'rishimiz kerak. Do'stim o'zini yaxshi his qilmayapti. Oh, men juda afsusdaman. Albatta, o'tishingiz mumkin. Mendi, biz buni uddaladik. Biz kinoteatrdamiz. Shirinliklarni chiqaring. Albatta, buni ushlab turing. Biz Sprite ichishimiz mumkin va qo'riqchi buni sezmaydi ham. Ko'ryapsizmi? Men uni mana shu maxsus shishaga solyapman. Bu xuddi kapelnitsaga o'xshaydi. Mazali. Qo'y do'stlar, eng qiziqarli videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun obuna bo'lishni unutmang. Keling, shirinliklarimizni ham tekshirib ko'raylik. Voy, bu juda mazali. Bu sening eng zo'r g'oyang edi, Britney. Menimcha, buzg'unchilarni topdim. Bo'lishni xohlaysizmi? Voy, Salom! Sizlarni topib oldim. Mana sizga. Ular qochib ketishdi. bir soniya, chiptalarni topaman. Zo'r, lekin sizda chips bo'lishi mumkin emas. Ularni qoldirishingiz kerak. Bu adolatdan emas. Britney, qara. Salom qizlar. Qalaysizlar? Xudoyim, bu MC Zak. Ishongim kelmayapti. Men sizning eng ashaddiy muxlisingizman. Ehtiyot bo'ling qizlar. Men oddiy yigitman. Rasmga tushsak bo'ladimi? Sizni yaxshi ko'raman. Salom, janob Zak. Kuting, lekin menda cho'ntaklar to'la shirinliklar bor va miyamga bir fikr keldi. Men barcha saqichlarimni kepkaga solaman, xuddi soch turmagimga o'xshatib. Qo'riqchi meni albatta ichkariga kiritadi. Keyin barcha reperlar kabi shokoladli tangalardan ajoyib zanjir yasayman va shirin uzuklar. Hoy do'stim. Men zo'r reper Pitman. Siz haqingizda birinchi marta eshitishim. Hoy, o'g'ayni, qo'ysangizchi. Meni hamma klublarda eshitishingiz mumkin. Menda chipta bor. Sizga imzo qo'yib beray. Mana Pitning o'zidan avtograf. Sizni tanimayman ham, lekin boravering. Bu reperlar. Kuting, mikrofonni unutdingiz. Ungacha qo'shiq aytib turishim mumkin. Men shirinliklar bilan o'ta oldim. Mazali. Britney, kel shu yigitning oldiga boramiz. Biz bilan shirinliklardan ulashasizmi? Albatta qizlar. Olinglar. Mazali, bu juda shirin ekan. Men ham xohlayman. Hech kim Mike'dan o'tolmaydi. Salom. Salom, mana mening chiptam. Hammasi joyida, lekin sizni tekshirishim kerak. Hammasi toza. Uyg'oning, o'tishingiz mumkin. Haligi, mana mening chiptam. Nima qilyapsiz? Bu gullar shirinliklardan qilinganini bilaman. Zefirlar. Yo'q. Lekin guldastamni qaytaring. Xo'sh, men kirmoqchiman. Kitobingizni tekshirishim kerak. Menga yoqdi. Kinoteatrga kirishingiz mumkin. Rahmat. Please. Yaxshi, ketishim kerak. Ura!
Men shirinliklarim bilan kinoteatrga kira oldim. U ahmoq qo'riqchi hech narsani tushunmadi. Kitobimda shokoladlar, pechenyelar va men yaxshi ko'radigan hamma narsa bor. Buni qanday qilganimni ko'ring. Men kitob oldim va o'rtasini kesib tashladim. Keyin uni shokoladlar bilan to'ldirdim. Bir oz pechenye oldim va yana bir ajoyib g'oya keldi. Qarang, Oh. hammasi o'xshadi. Sizdan faqat obuna bo'lish talab qilinadi. Rahmat do'stlar. Oh my. Juda qiziq. Qanday qiziqarli kino! Ha! Haligi salom, mana mening chiptam. Bu nima? Saqichmi? O yo'q, bunday holda aslo kira olmaysiz. Yaxshi. Qoniqdingizmi? Endi o'tsam bo'ladimi? Ha, kiravering. Mening chiptam, chipta. Kuting. Sizni ovqat va shirinliklar bor yo'qligiga tekshirishim kerak. O'zingizga ishonasiz. Hech narsa topmadim. O'tishingiz mumkin. Sizchi? Savatda kim bor? Bu mening jahldor itim Richi. Uni bezovta qilishning hojati yo'q. Ha! Men o'ta oldim. Xo'sh, qo'rqmang. Bu yerda it yo'q, lekin bir talay shirinliklar bor. O'zingiz ko'ring. Men saqich xohlayman. Qanday mazali. Voy, haligi bizni ham mehmon qila olasizmi? Hoy! Hamma shirinliklar meniki. Hech kim ularni olmaydi. Hoy do'stlar, bu video sizga yoqdimi? Unda like bosing, pastda izoh qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tez orada ko'rishguncha, xayr!